Mikrovolnovkalar o'zidan radioaktiv nur tarqatmaydi, ammo unda isigan ovqat undan-da ko'ra ko'proq tanaga zarar keltirishi mumkin. Unda isigan ovqatning tarkibiy struktur moddasi o'zgaradi va oziqaviy xususiyati 80% ga kamayib ketadi. Va 20 yildan ortiq ishlatganingizda tanada jiddiy kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bu miya to'qmaning yemirilishi, buyraklarning ishdan chiqishi va jigar kasalliklari. Unda mikrovolnovkalarni ishlatish kerak emasmi? Ishlatsa bo'ladi. O'ta shoshilinch holatlarda uning ishlatish qoidalariga rioya qilib. Birinchidan, mikrovolnovkani yoqqaningizdan keyin undan 1,5 metr uzoqlikda turing. Ikkinchidan, oynasida yoki korpusida zararlangan, shikastlangan joyi bo'lsa, mutlaqo ishlatmang. Uchinchidan, unga faqat mumkin bo'lgan idishlardagina ovqat isitish mumkinligini unutmang. To'rtinchidan, unda isitishi mumkin bo'lmagan ovqatlarni umuman isitmang. Bular go'sht denaturatsiyaga uchraydi va rak chaqiruvchi moddaga aylanadi. Ikkinchisi sut. Sut ham o'zining tarkibidagi biologik faol moddalarni butunlay yo'qotib, zaharga aylanadi, buyraklarni ishdan chiqaradi. Uchinchisi bu tuxum. Bu videoni barcha mikrovolnovkasi bor yaqinlaringizga yuboring va sahifamga obuna bo'ling.